Bolasi erkeğime bunu? Neç buldu yaz? 23 diye. Neç buldu? 19 kılıçtı. Ha? Bu erkeğe bolası 27 kılıçtı da. Neç pul qilyapti mol? 27 bolasi erkak ekan. Buni ajragan bolasi. 27 million olyapti. Sizning bolasi erkak? Yo'q. Neç pul qilishyapti buni? Bilmayman. Neç pul deyapsiz aka buni? 30 deyapsizmi? Neç pul qilishyapti bo'lsa? Men ham boshqa tepadan qiziq so'rayman anga. Yo'q, tug'di yangi. Hay. Buka bolasi bor. Neç pul ketdi mana shu? 32 ga baraka oldimi? Bolasi erkak. Yaxshi sotdi. Girmezsek neç pul qilyapti molni? 19,5 beradi. Yo'q, yema. 19,5 million deyapti. Tushib ketmaydimi? Tushib qolishi ham mumkin. Neç pul deyapsizlar buni? Mana qayerga o'zi 35 deyapti. Bolasi uvajimi? O'zi qonida ham bor. Ha. Günette pulum yok, indine ne? Dangal lan bu. Günette yok, indine ne? Olur. 7 litr şişe. Bak şu boş. Bir tane qilyapti xolos. Bemalol sog'ov. Silab sog'ov. Bir yarım. 21 million oldingizmi? Yarım. 21,5 million. YouTube'ga qo'yapman men og'ab aka. Mana 21,5 million ket. Ha, arzon oldu. Bolasi erkakmi, bachim? Yo'q, novos. Novos. Neç pul qilishyapti? 50 deyishyapti. Sodalash. Neç pul qilyapti deyman-da sizlar savdogarlar. 37,5. Ha? 37,5. Bolasi enasi bo'g'azanmi? Qam chiqadi. Qamchi. Mana qadagi to'rga borsa.
Bolasi erkekmi, urg'ochimi? Bakalım kekin bo'lmadimi aka qo'ygan? Yo'q, bo'lmadi, talab bo'lmadi. Dur. Bu aka tuzimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Onu oldi 25 millionga bermayapti, onu oldi. Bolasi erkakmikin? 10 tusti bor ekan, nima degan, shu kerak. Do'stim. Esi berolmaysiz? Ha endi nima deyishimiz kerak? Qisirga olinglar deyapmiz. Nech pulga aka bu mol? Nech pul deyapti? 25 beryapti. Bolasi erkakmi? Unaji 25 berishyapti, mana yaxshi. Biz buni 40 million deyapmiz, 25 beryapmiz bizga. Bizga erkak bizga ham bolasi, sizga bola kattaroq olganda. Ona 2 million aka, 14 million oz aka bunga aka. Qo'shsiz yuring aka. Toli bo'lsagini 1 million. Ha. Bo'g'azim o'ylanib qoldim, jon aka, mana qadagasiga olib kelyapti molingizni. Ha, ana endi bizga ham endi aka To'g'ri gap aka. to'g'ri endi aka bu yoqqa peshana endi aka. Qisirma bo'g'oz. Siz tekshirib berganingizda aka zo'r foydaga yetib ketardi aka, siz ham men ham aka kelishib ketardi aka. To'g'ri gap. Buniki telefona bozor shunda telefon qilib aytib qo'ying, manaqami qismi bo'g'ozmi deb. Yo'q, buni aka mana ya uni o'zim ham bilaman, o'yga oldim. Qisir bo'g'ozni. Lekin beryapti, qisirga o'shyapti. Mana uyda 20 metr qil deyapti. Men bilmayman-da buni men. Shuncha aytyapman mana. Bolasi erkak ekan. Arqonni qo'yib yuboring. Arqonni qo'yib To'g'ri. yuboring. Tepalashar bir-birini. Eni bola nech pul deyapsiz aka? Eni bola 40 million deydi. Qo'sha YouTube'ga yo'lini tushib qolasiz. YouTube tushib qolasiz. Ol videoga olyapsiz? Ha, videoga. Yaz qo'yganman ham peshana. 40 million deyapsizmi? Enas bo'g'ozmas aka, qo'ygan deyapsiz. Gumon ekanda. Nech pul beradi? 20 ber. Yo'q, unga 16,5. Uni 16,5 qildim enasini. Bolasi nech pul qildi? Bolani 20. 200 ming berganda men qo'yib beruvdim-da, borib. Videosi bilan, mashina videosi. Ancha bo'ldi unga. Telegram chiqarmoqda. Yaxshi, qo'ymayman yaxshi. Nech pul deyaptimi oldi? Men bilmadim o'rdashiga. 5 pul deyapsiz o'zim oldi. 43 kam bor deyapti-ku. Nech pul deyapsizlar buni? 35 ming. Bolasi erkak? Nodir bilan Nech pul ekan molingiz aka? Yana bo'laman. Akam o'zi bozor qilyapti. Nech pul qilyapti? 39,5. 39 qilyaptimi? Suti 5-6 ta bormi? Bor. 6 litr bor, bolasidan. Ama bir 2 kun o'lib qo'yadi. Mol nech pul ekan? 45. 45 nech pul ketyapti? Nega olaman videoga? Nech pul deyapsiz aka oldi? 45.
Neç pul qilishdi? 36 million qilishdi. Bolasi pul qancha? Novasmi? Ya. 3 ga qo'yaman molingizni. Kesiltirasizmi? 13 beraman mashhur. Qancha ko'rish oldi? Qasr 16 yarim so'ra, bolasinimi? Enasini. Yine bolasini hech bilmaydi. Bolasini 20 million edi emasa kerak. Ikkovini 36 qilyapti-ku. Ha. Olyapsiz aka? Qaysi kanalga olyapsiz? Bular erkak urg'achimi? Erkak turlar. Nech puldan deyapsiz bularni? 3 dan 3 milliondanmi? Kam bor, ha. 3 dan da kam bor deyapti, ha. Yo'q, hali bu Bu ikkov erkakmi mana bu ikkov? Ha, nari ikkovmi? Aka bular. Shundan deyman, so'rays. 8 milliongacha. Hali to'g'rini ochish kerak. Ashirdan olardi. Qaysi ikkov? Qaysi ikkov sog'ir. Bular katta ekan sog'irlar, ha? Qaysini qilyapsiz aka? Nech pul qilyapsiz? Ha? 3 million beryapsiz. Erkakmi urg'achimi? Chiqar ekan. Ikkovi ham qochganmi? Ha. Ikkovi 3 million bergan bo'lsa yaxshi. 48 ga bermadim aka. Ha, ha. Ya endi men anaqa qilyapman-da. Bozorda bu. Bor, haydagi mashina o'ldirib qo'yib Bu 32 ga umuman bo'lmaydi. O baland turishi kerak ancha. YouTube'ga qo'yaman, Instagram'ga qo'yaman. Qanaqa? Hop qo'ymas degan. Bu ena bola nech pulga mana bu? Yana bolami? 4,5 bering. Bola qo'chqar ekan. Bola qo'chqar. Bu nech pul qo'yasiz? Yo'lni yaqin qilib ayting. 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 Ko'r bering. Meni olmayapsan, so'rab. Ayyoq, 4 million olmaydim. 4 million olsa 22 million beraman. Mo'la 30. Hammasiga beryapsizmi? Aka u qo'z bilan bu qo'zni farqi bor. Nech pul beryapsiz hammasiga? 9,5 million. 19,5 dan? 19,5 million. Nechta berdi? 7 ta. 7 tami? Akam ona qo'zgan deb bachkana qo'z emas. Borish. Borish nima desa borish. Yo'q, 9,5 million. Nechtasi erkakki buni? 5 tasi. 5 tasi erkakmi? Avaz ber. Shuncha bozor bir marta qo'yganim avaz. Bir marta kunlarda oldingiz o'tgan. Nech bo'lgan qo'zlaringiz? Assalomu alaykum. Egasi endi kelar. Ha. Bunisi erkakmi qashqasi? Nech pul? 8. Nech pul qildi buni? Qilishyapti. Nech pul qilishyapti? Ha? 5 so'rayver, sotib olmayman, dadam qo'yadi.
Ne hafızda okşayan aydınlar Bu eşkiler erkeğe kalsa biri. Boğum. Ajlar yazın bo'lyapti, charchalyapti. Bu tuqqan mı bu? Nechi pul bo'lasi bular? So'raylik. YouTube'ga qo'yaman, anaqayni, echkini. Nima qilamiz? Nechi YouTube'ga qo'yaman, nechi pul oldi echki? Jimsiz g'ayrat. Nechi pul qilishadi echkini? 2 million. 2 ming qiladi. Sut qancha bor? Ha, soqqanimiz yo'q. Ikki bolasi bilanmi? Ikkita bolani sanmaydi. Bittagina bolasi ichida. Mol bittadan bolasi. Yo, bu Bittadan. ha, bittadanmi? Yine bo'lan. Shu rasmga olib qo'yaman, hamma ko'radi. Butun dunyo ko'radi. Echkini shu sotaman. Echki azam bitta erkagini oladi odam so'ygan. Nima qilyapti-ki? 1.750 qilyapti. Sizda ham bormi echki? So'yib yegan. Tandir qilaman. Moy hayit kuni 17 qilyapti mana echkini, erkak echkini. 8 ga. Yo'q degani-da, bu 18 mi deyapman. Nech pul deyapsanmi? 2 ga beraman deb. 18 qilib 17 qilyapsan. 17,5 aka. 17 yarim qilyapsan. Ya, hozir oz qolibdi, deb qolibdi, bering endi. Bordan emas, aka. Ona topdi. Qiyin kim? 2 ga beraveraman. Aka, Almashtirib berasizmi dollar? xolasi alishtirib, xolasi Nech pul oldi? 20. Ha, 24 oldimi? Bo'g'atmikin bu? Suti bor ekanmi? Ha. Chiqarib yarim litr sutda? 1 litr. 1 litr chiqadimi? Yaxshi. 21 yaxshi. Bu takasi bormi bularni? 1.200 emas. Ey, mana nech pul ekan, ey do'stim? Nech pul ekan mana? Ha? 39 ga. Mo, nech pul deyapsiz? 3 million deb. Bu nech pul qilishdi? 19 yarim. Voy bilat. 3 yashar. 3 yashar. 3 yashar. Nech pul qildi? Ha, 19 yarim qildi deyapsizmi? 9 yarim. Mol hammasi qiz bo'ladimi ekan? Ha, bu Bir erkek. Mana kimniki mana bu? O narchida kimniki erkek? Muhammad Karimniki. Erkek, urg'ochi. Erkek, ona. Bu eskilar kimda? Yo'q. Kimdan do'kadi? Ona kimniki nariga? Bilmadim. Sizniki qaysi? Yo'q, meniki emas. Kim yo'q? Biroz so'rayman. Ha. Bering, yaxshi chiqdi. Taka. Bu hazım qismi deyapti. Taka. Takani bilamidin? 2,5 nima, nech pul qildi bozor buni? 17 qildi. 17 qildimi? O yaxshi chiqdi. Taka qo'shilmaganmi erkak? Yo'q, 3 oyda bergan. Eshikka chiqqan yo'q. Eshikka ham chiqmadi. Yaxshi bunda ko'ra olib birovga bersam, Nech pul deyapsiz, yana bola qo'ydi. 6,5 million. Qo'ziga qarab turasan, yangirab ketyapti. Yo'q, shuyda. Nech puldan ekan bular?
Beravering aka. Nechi bo'ldi? Bu yoq qashqa bo'g'oz qolgani qisdi. Qashqa nechi bu? Bo'q uyda. Qashqa nechi bu qashqa? 7 kam bor. Uni o'zi yetib qoldi-da. Yetmaganda ko'rmayman-sa qo'y. Uni ikki xonim bilan buni jiyan bo'ladi. Bular hammasi biz zo'r. Men mahalda o'shoqlar bilan xuddi Bu olindan bular hammasi? Ha? Nechi pulga sotildi? 2.12 ya. Ha? 2.12. 2.12 bolalari bilan 2.5, ha, 12,5. 6 million 6,5 dan bo'pti ikkovi yana bola. Ikkita bola urachmi erkakmi? Solo. Ikkoviga sog'liq. Ikkoviga sog'liq bo'lsa 62 dan bo'lsa yoshi. Yosh necha shazan ekan ularni? Yosh bu 3. Ha, Yo'q bo'ldi. ha. Neç puldan qilyapsiz? 13'nin beri. 13'e 3 olganmi? Yaxshi. Onun için yarımızı yaxşı. Neç buldu yaz peki onu? Ha? Yarımdan yap. 6,5 diyor. Yo bu katta neç pul ekan katta? 8. Neç pul qilishdi? Qilmadim hali. Qashqasi nechi pul? 7 zo'rda-ku ekson. Yo'lni barakasini ayting. Neç pul deyapsiz? 4,5 berdim hozir. Ona 4,5 berdim ona menga. Hoca aka, 7 dan 1 oldi, shuncha odam gaplashdi. Beni yaxshi oldu. Tanımamadınız koyuya qara. Ko'ryapti. Menga 4,5 berdi. Menga 4,5 berayotgan bu. 5 ga bermadi. 9 qilyapti, ukanmi? Deganda hozir alohida 5 qilib yana qo'yib berasanmi dedi. 5,5 ga o'tib berasanmi dedi. Yonaga soting, soting. 4,5 dan bo'layotgan ikki oyga. Sog'liq aka. Qirib bering. Hozir sizga beryapman, aka. Meni sizga beryapman. 4,5 sizga. Qasi bir aka. Hozir yana kam bo'lib ketyapti. 4,5. Ha bo'ldi. Neç pul oldu? 44. 44 oldu mana. Yaxshi. 44 oldu, yaxshi oldu ekan. Chiroyli ekan. Yine ekan. Bo'layapti, qilyapsan. Necha pul qilyapsiz? 34 dan ikkita bering, tanlab olay desam unamayapti. 4 dan? 34. 34 dan, ha, 4 dan qimmat qilyapti. 34 yaxshi. Ikkita tanlab olacaksın. Bering aka. Beraman aka. Bering. 34 dan yaxshi qildi ikkitasini. Yesin deb beraman. 32 dan beraman. Ha endi biri qimmat, biri arzon oladi endi. Endi bu maydasi 4,5 dan beraman. Maydasi bo'ldimi? Bir qadar ko'rib qo'y. Gaplashamiz hozir tinchalik. Bunammi? 8 millionda. Bolalar erkak urg'achim bolalari. Erkak urg'acha bola. Qarizim yo'q. Voy aka, assalomu alaykum. Voy aka, yaxshimisiz? 8 milliondan.
Nimani? Keldimi o'zi? Bir-birimizni aytganimiz bo'lmaydi, prosta yengil foyda bering, yengil nima qilay deyapman. Necha pul beryapsiz aka bunga? 36,5. 36,5. O'ldirish. Otuz altı yarım. Şey pas 36 yarım. Kasabla qilayotganda. Neç pul oldu? 37 oldu mu? Yaxshi. Kısır mı bu? Ha. Ona da acılagan bo'lar, ona da acılagan bo'lar. Bu boğaz. Bu çıkar. Bomba çıkar orada. Boğaz mıydı? Yok, en oğlan. Olsa ikide oldu, ikide uğrar. Yok. Oldu, tamam ya, değil mi ya? Ne oldu? Arka oğlan mı? Neç pul beryapsiz? 12,5 milyon, bollar 1. Bollar 12,5 milyon. Bir erkek urg'achimi? Bering, yaxshi. Nima bo'lyapti aka? Yaxshi paytda qo'ydi, qo'ylar zo'r paytda olgan ekan. Menmi? 41 39 sotdim olib keldim. Necha pul? 41 39 sotdim. Nima bo'ladi? Shu zamon? Ba'zi to'qlar yaxshi oladi. Ama ikkidan tug'dim ama. Kichikroqda. Bu necha pul deyapti u kattani? 11 milyon pul. Ikkovini? Ikkovini 11 milyon deyapti. Qisir qo'ylar arzon ekan-a? Arzon. Olsa yo'q, oladi. O'ydi bittasi 37 oldi. 11 milyon qilagan bo'lsa 5,5 milliondan. Vahshiy bular. Bu Edilbaylar necha bilan Edilbaylar? 6dan kam bu? 4 mi? 3 olsa 6,5dan. Kichkina qolsa. 4,000 dollarga sotganlar qanaqa bo'lar endi? 6,5dan kam bo'lsa yaxshi. O'chganlar ona. Altı yarımdan qilishib deyapti ekan. Assalomu alaykum. Voy, necha puldan deyapsiz endi bularni? Nechdan deyapman endi? Necha pul qildi mana uni? Uni bittasini olib chiqildi. Ha, necha pul qildi? 18,5 qildi. 18,5 qildimi? Hammasini. Ha. Ko'ryapman malatrodan qutida. Ha. 5 ta olsa berib olasiz ekan shartda. 5 ta qilsa berib olasiz ekanda. O'zi baquvdingizmi bularni? Qo'ziga olib. Baquvdingizmi baquvga bularni? O'zi boqdim-da. 3 oy boqdim, 3 oy. Necha puldan oldingiz? 3,600 dan oldim. 3,600 dan oldingiz. O, Bular endi semiradigan payt keldi. Endi tish buzib semiradi-da. Yaxshi. o'zi 3 oy boqaman-da men. Bundan keyin tish buzganini oling. Nima degandi? Tish chiqarganini oling. Ha. Ikki tish chiqarganini oling. Men qo'z deganda bo'laman. Hammasi qo'zi. Siz tish buzganini oling-da. 2 yoki 7 da shunda.
Siz ko'zni olmang, ko'zni olsangiz foyda qilmaysiz. Qani 30 baqa olib berishdi mana qadar. Bashi ish buzgan yaxshi foyda qiladi. Ha bu ko'zni yelkasiga olmaydi-da, qassob keladi yelkasini shu yerda yo'q deyveradi. Buni bu 1 yil baqish kerak qo'zini. 3 oyda pishmaydi-da bu. Yo'q, qanchadan dedi? Shu 5 ga yaqindan qilibdi. Ne dersin? Ha gangiryapman oldingiz. Ha? 4 qildi aka, bering 4 qilgan bo'lsa. Yo balat qildim endi. 4200 qildi. 4200 qildimi? Voh, qarang. Naziz xola 4 million beraman. Yetishdi. Men ko'rgan bor. Bor. 4 million 200 berdik qo'y. Ha? Ularni qayerdan? Asakada bizdan ko'ra hayvon qimmatda. O'zi asakadanmikin deb taxmin qiluvdim o'zi. Kirishchilar ekan-a? Ha? Qo'shing. To'g'risi. Siz uchiling boshqami endi? Yo'q. 4 millionga yurmaydi. Foyda qilmaydi. Yo'q. Ve mo urg'achim erkak monasi. Urg'achi? Nech pul ekan puli? Puli qanaqa qilib aytaman? Ha, bo'ladigan qilaydi. Nech pul qildi mos xalq? Nima qochib qolibdi qo'y. Bo'lyapti aka, assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshisiz, siz tinchsiz. Eshitmayapti, qalaysiz? Bo'lyaptimi? Charcham olyapsiz, bayapsizmi? Ha, nima? Yuribsiz? To'qillarmi buni? Hamma to'g'rilni sotyapsiz. Yo'q, sotmadim. Hech puli bor-dagi. 37 ga bordi aka. 37 ga. Bo'g'azmi? Bo'g'oz ha. Bo'g'azmi? Bo'g'oz aka, bo'g'oz. 42 ga ham ber. Oy. Mana bu bola ko'rib bo'g'oz ekan deyapti qondim. Qo'chqar yutib qo'ydi ichida. O'tgan yili qo'chqardan ham zo'r qo'chqar oldim-da. Yo'q. U qo'chqarish. 47 qilishyapti buni. 37 qilishyapti. 37. Ha, 37 ha. Yangi gitmaydi odamda. Sizlar mana shu osmon bolaga chiqib ketasiz. Ey, nech pul qildi mana qo'zini, urg'och qo'zini? Endi Nech pul deyapsiz-da? so'rovini to'g'rishyapti. 47 bering bo'pti. Ha. Kami bor. Almashtirmaylikmi olgan undan ko'ra? Qo'zimi buni? Ha? Qo'zimi buni? Ha, qo'zida. Yo'q. Yo kishini Ha? Kishi buzgan yo'q, kishi buzgan yo'q. Uni 2600 oldim mana shuga. Ha? 2600. Ha, ikkovi ham bir pul. Boshlig'i mayli 1.300 ming deng. Ayda mola bori, mana mol bozorda yurasiz. Mollar ham qatib qolyapti. Xola istaganlik qatmaydi, aytib qo'ying. Nech pul qilyapsiz aka? 5 million 100 ming so'm ko'chada qilganman. Hozir ham 5 million 100 ming beraman. Yaxshi qilyapti. Chiqilsin-a? Yo'q, nima demang? Allohga tavakkal. O'zim olib chiqib ketaman endi. Menga ziyonga kirdi mana bu. O'zimga bering bo'ldi baraka mana rozi bo'ling. Ha, qo'ying. 53 ga erasizmi deb qo'y, men ham oldingizda yuraveraman, lekin yo'q pulda. Ertalabdan berib turibsan. Men ro'zani kunida jicha foyda qilib olib ketdingiz bu. Ishlarim bering. Boshlig'i ko'chada qolganda olaverardimmi? Yo, sekin chiqadi. Yo, nima demang. uni hali nima? Hozir. Men siz oldim 50 bin. Qancha ketdi? 73 ga. Baland ekani, bo'sh ekan. Besh pasida qotilmaydi. Ha? 20 million 200 ming so'm. Haligi 20 million 200 sotdingizmi? Nechta edi? 7 tani. Meniki, amak. Ha, muommalasi. Kechmisizlar? Charcham. Nima deyapti? Nima deyapti? Yo'q, shosiga. Xolasi ham bor ekan. Urg'achi bolalar. Kim bo'lasi? Bolalar ham urg'achi ekan. Urg'achi mana bu. Qo'yma. Qo'chganmi?
Beroring. 9 bering. Zamalıyor. Olasın neçki? Olasın apketi. Hali yana soda başka Ay men unaqani baqirdim. Ana savdo. Ayting, bozorni ko'rdingizmi? Anaqacha chop-chopmas bozor. O'lgan 100 yilda hozir. Pul qochgan hammada. Nech pul bo'ladigan qilib gapiring mashina bo'lingizni. Ammo bu yoqda ham kampir aka. Jonivor iloji boricha ozdiribsizlar hamma. Nech pul deyapsiz? 6 deyapsiz. Bolasi erkak? Urachim. Mashina to'rga olib ketaveraymi? Maydami? Yo'q, yaxshi. Nechacha? Mana 5 yashar so'lib Aynaqa. 6 yasharam deding. 5-6 yashar. Ha, aynan, Yo'q, ha. tishi mayda emasda. To'g'ri endi, har xil. Bo'laveradimi? Bo'ladi, yaxshi. Boqsa Buni bo'ladi. Nima bo'lmaydi? Qari deyapti-da, qarimasam ishonmayapti. Yo'q. Mana bolasi. Yo'q, qarimas endi. Nezda tuqqanmiz. Bog'am olgan. Bolasi bormi? Mana bolasi ko'chka. Ha, endi bola olyapsizmi? Yana bola olaylik. Endi bolani yana bekarga qolasiz mana. Erkakdagi bolasi pishi 1-2 oy boqib sotib yuborsangiz bola ko'proq. Endi bola bekarga qoladi enas deyapman mana. Shuni aytaman. Yo'q, bolasini. Nech pul deyapsiz endi bola? 8,5 million. 8,5 million. Bitta ko'chkalarda mamlakatlar 8,5 million deyapti hali. 8 million deyapti. Men maslahat berganim, aka bir oydan keyin bolaga qiziqsangiz deyapman, bir oydan keyin enasini sotib yuborsangiz Buni o'zi nech pul deyapsiz? buni o'zi 5 million deyapman. 5 million deyapsiz. Yana bola 8,5 yaxshi emas. Yaxshi. Misol, aka. Shunisi bo'lsa, mana bir oydan keyin boqtirib ajratasiz hozir, ko'rani yonma-yon qilib. Mana uni bem berasiz 2 mahal, bir oydan keyin qo'yni o'zini ochib sotaringiz, uni jo'rroq qoladi deb olasiz. Qimmat olgandan keyin Ajratib qo'ysa o'zini yaxshi oladi chiqsam. Ajratib qo'ysa. shuni aytaman. Yem berishadi. Buni jirqitib olsa, Yeb qo'yadi. olaveradimi? Qo'l qo'shgani. Semiradi, bola semayapti hozir buni. Boshlaydi, yaylovga qo'yadi. Hozir buni ko'tarib ekan, urib. Oho. Yo'q, yaramaydi kerak. Nimaga yaramay tog'da yurgan qo'y, tog'a. Yaraydi, nima yaramaydi? Oling. Hozirda 59 Endi masket tanasi yetadi ma'lum o'zlar. 59 qildim buni. 7 deyotgan bo'lsangiz, Adashgan aka. o'zi 7 deyotgan bo'lsangiz nima 60 qilasiz? 59 qilyaptimi? Endi pach ketaman deb. Bolasi erkakmi? Erkak. Urg'ochi. Semizlar yotamiz degan semizlarga. Nech pul ekan buni? Ushapti. Beravering aka, 7 million. Qisiri nech pul qisiri? Mana taytyapsiz. O echkini qarang, yo, monini qarang. Emmasini saqlab qo'ydi. Monini tez paypakiga ko'ryapsizmi? Enasini emmasin deb. Niye ağzını baylap koydular? Emin qo'ymasin dedi, qarang. Nech pul qildi? 12-3 kilo. 12 ming skilyapsan. Siz nech pul deyapsiz? 12,5 million hojaga dedi. Och qoldi. Omonat. Ha, oz qoldi-yu. Neriga omonat? Ha, 200 ming so'm oz qoldi. Qarri qilib yuboringlar, bo'lmasa? Yo'q, Ha. Dardim aytib, nechta mol qaytarib ketgan pocham mol. Ha, ben pon berishata buni, sotmay qaytarib ketaveradi. Sotmay qaytarib ketaveradi mollarni. Aslida pishirib qo'yish lekin hozir bittasini qo'shadi oladi shuni. Hozir 37 kilo men 39 kilo shab beryapman, men xafa bo'lyapti. Endi Yo'q, bu yoqqa aytdi. ha. Mayli, mana shu gapiga, men qo'shiqdan xolos shu gap men qoldim. Buni qo'shiqdan xolos yo'q, ro'za ketadi. Mana shu bolaning gapiga bozorda yuradi. Mana. Bo'ladi, men ham ilmli odam emasman. Bering endi. Xo'p deshingiz. Aytdi, araq bor. Araq qo'yasiz dedimi? Nech pul qilyapti dedingiz? 23 qilyapti. 12 million 300 ming Ha, qilyapti. siz nech pul deyapsiz? 12,5 bering deyapti. Bu yoqqa aytgan araq bor. 200 ming qolyapti siz aytganga, ha 100 ming beradi, 100 ming keching, bara qiling. Ana, nima endi ikkomiz Yo'q mana. Bor birga qiling. Bo'ldi ustunga. Ha. Yo'q, yo'q. Baraka oldi. Bo'ldimi shu bilan? 12 million 400 ming bo'ldi mana. Unaji. Ha. A dekonni oldingizmi aka mana?
12 milyon 400 ming. 13.600 kilo. Assalomu alaykum doktor aka, yaxshimisiz? Demek 500 bin. Bana bozar kılamaz. Bozar kılamaz. 5 puldan bo'ladi donasida? 6,5. 6,5dan beryapti. O'z nech puldan deyapsiz? Ben aytdim 14'te ben deydi yürüyorlar dedi. 7'den bo'ladi aslında yani. Ha. Berey dedi. Arzon olyapti. Jipiga 19 deyapsiz. So'rashdim 19 jipiga. Tanishmisizlar? Yo'q. Tanish ekansiz, bir joyda odam ekan. Bir ikki oyga berdim. Men bir ikki oydan bir oyda mayli. 12 bilan qolyapti, beradi. Nech pulga qasam? Endi gaplashayapti. Qaysiga pul beryapti? Aka, buni endi gaplashayapti. Avami qaysiga pul berdi? Manonga qancha pul berdingiz? 95 berdim men. 9,5. 9,5. 9 million beryapman. O'zing qanaqa so'ra. Qasamay. Ha, 9,5. Mana 9 million pul sana beradi. 512 kilo ketadi. O'rtamizdan. Bunga ham bo'lmadimi? Qasamay. Aka 9 million pul berdingiz ha? Ha, 500 mingga 10 kilodan ketaveradi. Hozir bunday qarasa o'sha 500 ming naq berib turgan bo'lsa, buni tanish ekansizlar, jinni bering. Hozir imkoniyat yo'qda hozir. Ha, keyin berganiga jinni qo'shib bersin deyapsiz-da, bilan. Bir joyli odam ekan. Qancha yo'q qoladi-yu. Bir chiqim bering, bo'lsa bir joyli ekansiz, bering. 9 naq beradi. 9 naq beradi. Naq bu narsa qilyapti. Mahallaga 9 million olib berib, bir oyda qolganini beraman. Variantmi? Ha, yo'q, variant yo'q. Jupiga pul verdingiz? Mana Qancha? 9,5 beryapti. Ya oldingiz aka? Qara yuribman. Hozir qancha bermadingiz? Qorachi. Bu bilan tushirdim. Sizlarga mol bozorga ketib boraman mana. Qo'yib o'tirganlar. Mana do'stingiz. Alloh yaxshi Donisini oling. Naringga tushadi buni. Voy men olganingizga tushadi aka. Mana Novvosdan ko'ra Pulda var agar naday so'ksa qaytarib olaver. Nech pul beryapsiz? Bo'ldi. Bo'ldi. 1 million 100 mingmi? Bo'ldi, barak. Bering. Bo'ldi. Bitta bor. Toza ekan. Toza. Yeyish, chakash qaytardi. Ne hali? Faqat ishni bermagan, enasini yemmaganda. Yo'q, 3 ta tuqqan. 3 ta tuqqan bo'lasizmi? Bo'ldi. Yo, hozir 11,5 desa 50 ming qo'y talashmaydi. Bo'ldi, aytgani, bo'ldi 11,5 rozimisan? Bor aka. 50 ming so'm. Ha, 11,5. Bo'ldi, 11,5. 1 million 150 ming bo'ldimi? Ma 50 ming. 1 million berasiz. Azamat ko'chib aytaman deganda. Yo'q yo'q. Ha. kelishamiz aka. Ertaman ko'rgan o'zingiz sherigi bor edi, qizg'ish. Mincha edi. Ashunga sherik qilib qiyib olib chiqdim. Bo'lmasa aytyapman, o'zimni qo'yim bolasi turuvdi. Nech pul beryapsiz? 19 beryapti. Erkak bo'chmi? Sog'likmi? 19 beryapti. 16-25 ga. Bo'ladi, aylanib.
Mevalar chiqib qoladi-yu. Kelishmaydigan narsani o'zi yo'q aka. Aka qo'yni farqi bor. Yo'q, akam bo'ladi. Hurmat qilib beryapti. Hurmat qilib beryapti. Nechi pul oldi? 57. 57 oldim. Qo'shqarmaga oya? Ha. Yaxshi. Sotadi. Ha, bitta oldim. Yine bana sotdingizmi? Nechi pulga? 62 ga. Sotaveradi, bolasini sotaveradi. Ha, bilaman aka. Sotadi. Baqamida bor, buni sotadi bor. 62 yaxshi bo'pti. Bekor. Bolasi erkakmi? Evet. Qiz bolam? Ha, yaxshi. Gaplashamiz. Voy do'stim, bu nechi pulga egisizlar? Videoga olayapman, videoga. YouTube'ga qo'yaman. Nechi pul egisiz? Olar egizlardi. Nechi pul? Ha, sizga 12 kami bor. Telefon nomeringizni aytasizmi? Aytaman. Telefon qilib. Nechi pul? Necha ayting? Ayting. Aytaman-da. Ayting telefon nomeringizni. Nima zapis qilyapsiz? Telefon nomeringizni ayting. Ayting. YouTube'ga qo'yaman. Ha? Telefon qiladi, qo'yadi yo'lasizga. Ha, yo'q, qo'ying. Sotib olasizmi? Sotib Nechi pul olaman. deyapsiz ekan? Qaysi menda bo'ladi? Neni bo'ladi? 8 kami bor. Nechi pul qo'shdi? 6,5. 6,5. Mo boshqami bu? Mana enasi. Bu nechi pul bo'ldi? Ha, uni sotib yubordi-da, sher. Enasi sotib yubordi, enasi. Nechi pul sotdingiz? 4,5 ga. Arqani bering. Istab yuribman sizga. Hech pul qo'zi. Bo'ladi, keyin sotaman. Nechi pul qilyapsiz? 52 bolasi. Erkak ekan bolasi? Nechi pul qildi bozor buni? Har xil qilishyapti hozir. 5,5 beryapsiz? 5,5 bering. Yaxshi. 5,5 yaxshi. So'rga berganingda 180 bo'ladi. Har birovga oyog'ini ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Qo'zini yana qo'ydi. Bo'g'ib qo'ydinglarmi? Yo'q, baylan turganda yo'talmagan, yechib qo'ysam yo'talgan. Yetgan shakarga shuni. Bir donasini ham baxmayman. Bir donasi qayerga ketdi endi, aka-ukamiz qayerga ketdi? Videoga olaman. Olib borib sotamiz, peshana. Yo, peshana. Hozir bozorga qo'lni qichig'ini bosganinglar chiqyapti o'zi ham. 27,5 millionga kelishamayapsizlar. Bu ham dadar aka. Nima bo'lyapti? Bormisiz? Nima qilyapsiz? 18 qilishyapti. Beryapti aka, mana. Hali endi
Qanaqa bemanim degandek pastiga so'rab nima qilmaydi, bir-birimiz vaqtimiz olmaydi. Eski shart yumlaymiz, ketaylik, ishimizni qilaylik. Bering, bering. Biz ishimiz Baqadiga. bo'lmas. Keling, bismillahirrohmanirrohim. Yechmay qo'yingga sovuqda. Meniki qo'lmaslikda. Ha. Bering. Rahmatjon. Necha pul deyapsiz do'stim buni? Aka deganimiz qolib ketdi endi. Necha pul Qilishyapti. Necha pul berishdi? 16 ga berdi shekilli. 16 pul berdi. Atsoch baqir chaqir qildi. Hali. Bu ko'zlardagi bashi yaxshida. Bu qara. Ana berasan. Bu qara. 11 yarim. Süper yürüyeyim ben. Süper yürüyeyim ben. Pulni ko'pini topgan ekan usta. Dadilga yurak kuchim qoladi. Qara qo'y kerak. Yo'q, sotdim men. Mashinam mollarim ular ikkovi bo'ladi. O, yesin so'rang. Necha pul beryapti? 36 beryapti. Yo'q, 100 ming qo'shing. 36 beryapti ekan shunga. Bo'ldi aka. Oldingizmi? Sotuvda ham ko'z yo'talganiga hijolat bo'lyapti. Olyapti depasiz. Yo'q, ay. Necha pulga sotdingiz? 7 millionga. 7 million sotdingiz. Qo'chqar aka. Oybek tugadim. Ve necha ochgadan xo'radingiz? 150 ming so'mlik yarashamchi qilib. Bu nasl olishgan yo'q. To'yib yegan ha?